Ro'za Ramazon oylari kirib kelayotgani munosabati bilan iftor dasturxoni uchun ajoyib retseptni sizlar bilan ulashibman. Yoqsa albatta like bosib ketinglar. Bismillahirrohmanirrohim deb ishimizni boshlab olamiz. Birinchi bo'lib idishimizga 300 ml iliq suv qo'shib olamiz. 20 ml o'simlik yog'i solib turib, bitta choy qoshiq tuzni ham qo'shib olib, lopata yordamida tuz eriguncha yaxshilab aralashtirib tayyorlab olamiz. Tayyor bo'lgan suvli massamizga 500 gram un qo'shib turib, xamir qorib olishimiz kerak. Birinchi bo'lib lopata bilan aralashtirib, quyuqroq holatga keltirib olaylik xamirni. Keyin agar yetmasa, yana qolgan unni qo'shamiz. Unni har doim hammasini birdaniga qo'shib yubormaylik. Kam-kamdan solib turib xamir tayyorlaylik. Mana qolgan unni solib, qo'limizda yaxshilab mushlab, o'rtacha yumshoqlikda xamir tayyorlab olishimiz kerak. Mana xamirimiz tayyor bo'ldi. Unaqa yumshoq bo'lib ketish kerak emas, shunaqa o'rtacha yumshoqlikda bo'lishi kerak xamir. Tayyor bo'lgan xamirimizni ustini salfan paket yopib, 5 minutga tindirishga olib qo'yamiz. 5 minut tinib turishi kerak. Xamirimiz tinib turgunicha ichiga solish uchun kartoshkali pyuresini tayyorlab olamiz. Buning uchun bitta dona quttiroq piyozimizni tavamizga ozgina yog' solib turib, shunaqa tilla rangi kirgizib qo'rib olishimiz kerak. Endi bu piyozimizga 4 dona to'g'rab tayyorlab qo'ygan kartoshkamizni qo'shib olamiz. Ta'bga ko'ra tuz, ozginagina qora murch qo'shamiz. Murch xohishga ko'ra. Hammasini yana bir bor yaxshilab aralashtiramiz. Endi bu kartoshkali qiymamizga yarim stakan suv solamiz. Suv ko'paytirib olmaylik, yarim stakan yetadi. Past olovda qopqog'ini yopib 20 minut dimlab qo'yamiz. Bu orada xamirimiz ham yaxshi tinib oldi. Yaxshi tingan xamirimizni bo'laklarga bo'lib chiqishimiz kerak. 8 ta bir xil bo'lakga bo'lib tayyorlab olaylik. Endi bu xamirlarni qo'limiz yordamida kichkina zuvla holatiga keltirib olamiz. Yaxshi tingan xamir bilan maza qilib ishlaysizlar. Mana xamirlarimiz hammasini shunaqa kichkina zuvla holatiga keltirib, chetga olib, ustiga salofan paket yopib, tindirib qo'yamiz. 3-4 minut tinib turishi kerak. Kattaroq idishga 100 gram eritilgan margarin qo'shamiz yoki sariyog'dan foydalaninglar. 80 gram o'simlik yog'i qo'shib turib, ikkalasini yaxshilab aralashtirib tayyorlab olamiz. Men kattaroq laganga solib tayyorlab oldim. Yaxshi tingan xamirimizni olib turib, ozgina un sepib, juva yordamida yoyib olamiz. Kattaroq qilib ozgina ochib olasizlar. Aziz kuzatuvchilarim, kanalimga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Videolarimga bittadan like bosib qo'ysanglar hammanglardan minnatdor bo'lardim. Shunchalik mehnatimni qadrlayotganingiz uchun hammanglarga kattakon rahmat. Mana 8 ta xamirimizni ham shu ko'rinishda ochib oldik, tayyorlab oldik. Tayyorlab qo'ygan yog'imizga hamma xamirlarimizni yaxshilab cho'miltirib olamiz. Botirib chiqamiz. Hamma yog'iga yog'i tegib olishi kerak. Mana 8 talasini ham yaxshilab botirib tayyorlab oldim. Ustiga salofan paket yopib, eng kamida 5 minutga tindirasizlar. Ko'pi bilan 10 minut tinish kerak. Bu orada kartoshkali pyuremiz ham tayyor bo'lib qoldi. Tayyor bo'lgan kartoshkali pyuremizni idishga bo'shatib olamiz. Men shu usulda tayyorlayman. Juda ham tez, oson bo'ladi. Rosa shirin bo'ladi kartoshka pyureylar. Pyure deganda yaxshilab ezib olamiz. Shunaqa pyure holatiga keltirib olamiz. Mazasi rosa shirin bo'ladi. Shu usulda tayyorlab ko'ringlar. Bu orada xamirimiz ham yaxshi tinib oldi. Xamirni stolga tushirib olamiz. Ozginagina yog'idan ham sovolamiz bitta qoshiqda. Qo'limiz yordamida ochib chiqamiz. Bunaqa ochilishi juda ham oson, tez bo'ladi. Qo'linglar bilan shunaqa cho'zib ochib olinglar. Ozgina yirtilsa hech narsa qilmaydi. Yaxshilab cho'zib yupqa qilib ochishimiz kerak. Mana yuqaligidan stolni ranglari ham ko'rinadi.
Tayyor bo'lgan xamirimizni konvert qilib o'rab olamiz. Ustlariga yog'li surish shart emas, chunki o'zi juda ham yog'li xamir bo'ladi. Mana 4 tarafini buklab, shunaqa to'rtburchak shakl yasab olishimiz kerak. Shunaqa shaklga keltirib olinglar. Mana birinchi xamirimiz tayyor bo'ldi. Keyingi xamirlarimizni ham shu ketma-ketlikda katta qilib ochib, konvert qilib o'rab tayyorlab olamiz. Bularni ham buklab, ikki yonini buklab olamiz. Ko'tarib buklasanglar, shunaqa oralarga havolari kirib, yana ham pishganda chiroyli bo'lib chiqadi. Mana shunaqa havolari bo'lsa, hammasini shu ketma-ketlikda ochib oldik. Endi bu xamirlarimiz past tomonini shpatula yoki pichoq yordamida ozginagina kesib turib, bir yoq tarafiga sir joylashtiramiz. Bir yoq tarafiga tayyorlab qo'ygan kartoshkali pyuremizni joylashtiramiz. Agar kartoshkali pyure xohlamasanglar, o'rniga qiyma ham tayyorlasanglar bo'ladi. Men uyda topiladigan narsadan qilish maqsadida kartoshkali pyure tayyorlab oldim. Shu ko'rinishda to'rtburchak shakl berib tugib chiqishimiz kerak. Yana bir bor ko'rsatib o'taman sizlarga, tushunarli bo'lishi uchun. Pastki tomonini ozgina kesib olamiz. Xamirlarimizga ustki tomoniga kartoshka hamda sirlarimizni joylashtirib turib, tugib tayyorlab olishimiz kerak. Tugilish ko'rib turibsizlar, juda ham tez, oson bo'ladi. Mana ustki tomoniga yopiladi oxirgi xamir. Shunaqa to'rtburchak shaklda hammasini tugib tayyorlab duxovka listiga joylashtirib olinglar. Tayyor bo'lgan yeguligimizni ustidan qolgan ozginagina yog'imizni yaxshilab surtib olamiz. Ustlarini rangi juda ham chiroyli chiqadi. Tuxum surish shart emas, o'zini yog'idan surasizlar. 200 gradusda yarim soat atrofida pishirib olamiz. Mana aziz kuzatuvchilarim, yeguligimiz tayyor bo'ldi. Juda ham qavat, rosa yumshoq, og'izda erib ketadigan ajoyib ta'm beradi, zo'r maza bo'ladi. Albatta qilib ko'ringlar. Mana ishib chiqqanini qaranglar, juda ham ko'rinish chiroyli bo'lib chiqadi. Sizlarga kesib ham ko'rsataman. Ovozlarini eshitsanglar ham ozgina qo'linglar bilan teganinglarning o'zida burdalanib ketadi. Men hozir sizlarga ichlarini ham kesib ko'rsataman. Qaranglar, burdalanib ketishini. Juda ham kumor, ichlari yumshoq, mazalari ham zo'r bo'lib chiqadi. Kartoshka bilan sir juda ham bir-biriga mos bo'lib, ta'mlari zo'r maza beradi bir-biriga. Mana qaranglar, ichlarini ham qavat. Juda ham mazali, ajoyib yegulik bo'ladi. Mana hozir yana sizlarga boshqasini ham ko'rsataman. Ovozini eshitinglar. Juda ham kumor, rosa mazali. Ajoyib, juda ham yeyishli yegulik bo'ladi. Iftor dasturxonlariga tayyorlab bersanglar, oila a'zolaringizga juda ham manzur bo'ladi. Tayyorlab ko'ringlar, ketqizgan masallig'inglarga, vaqtinglarga achinmaysizlar. Aziz kuzatuvchilarim, videolarim sizlarga manzur bo'ladigan bo'lsa, like bosishni unutmanglar. Meni qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun hammangizga kattakon rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Yaqinlaringiz uchun o'zinglarni asranglar.